Jizzax viloyati haqida 7 ta qiziqarli faktlar. Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz Jizzax viloyati haqida 7 ta eng qiziqarli va muhim faktlarni bilib olamiz. Tayyor bo'lsangiz like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Qani, let's go. Birinchi fakt: Jizzax viloyatining umumiy maydoni 21210 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi fakt: viloyat Toshkent va Samarqand o'rtasida joylashgan bo'lib, muhim transport yo'llari aynan shu hududdan o'tadi. Uchinchi fakt: Jizzax viloyatida tog'lar, dashtlar va ko'llar mavjud. Ayniqsa Aydar ko'li dam olish va baliq ovlash uchun juda mashhur maskan hisoblanadi. To'rtinchi fakt: Zomin milliy bog'i o'zining toza havosi va go'zal tabiati bilan mashhur. Bu joyni hatto O'zbekiston Shveysariyasi deb ham atashadi. Beshinchi fakt: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham jizzaxlik hisoblanadi. Oltinchi fakt: Jizzax viloyatida paxta, g'alla va boshqa ekinlar keng yetishtiriladi. Bu hudud O'zbekiston oziq-ovqat ta'minotida muhim o'rin tutadi. Yettinchi fakt: bugungi kunda Jizzax viloyatida yangi sanoat zonalari va korxonalar qurilib, iqtisodiyot tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Keyingi video qaysi viloyat haqida bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldiring.